Bugun sizlar bilan futbol haqida suhbat qilamiz. Lekin biz suhbat qiladigan mavzu Chempionlar Ligasi yoki Real Madrid, Barselona haqida emas. Bugun suhbat qiladigan voqeamiz futbol maydonlarida bo'lgan bir voqea haqida. Internet tarmoqlarida bir videoga ko'zim tushdi. Ya'ni futbol maydonlarida bo'lgan bir voqeaga. Hozir sizlar bilan shu videoni ko'rib, biroz bir fikr mulohaza qilib ko'ramiz. Videoni tomosha qilamiz. Maydonga bir bola chiqib, futbol maydoniga chiqib, o'zini jamoaga yoki shu futbolchilarga nisbatan qarshiligini bildirib, bir qog'oz bilan chiqdi. Balki biror bir namoyish maqsadida chiqdi va unga qarshi bir necha qo'riqchilar, futbolni maydonni himoya qiladigan qo'riqchilar kelib, balki militsiya xodimlari kelib, u bolani ushlab do'pposlay boshlashdi. Videoning davomini ko'raylik. كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. Maydonga boshqa tarafdorlar ham tushishni boshladi, tribunada o'tirgan. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. Bizni hozir suhbat qiladigan mavzuyimiz futbolga oid emasligini tushunmayapsizlarmi? Ya'ni bu faqatgina misol. Maydonga chiqqan bir odamni bir necha qo'riqchilar yoki militsiya xodimlari ushlab do'pposlay boshlashdi. Agar u odam yolg'iz turganda va hech kimning yordami kelmaganda nima bo'lardi? U odamni do'pposlab olib ketib qamoqqa tiqishardi yoki boshqa zo'ravonliklar qilishardi. Endi u odam o'zini yolg'iz his qilmadi. Tribunada o'tirgan boshqa tarafdorlar ham tushib, mana bu bolani qutqarib qolishdi va birlashishdi. Birlashuvining orqasidan esa bir necha militsiya xodimlarini endi ular do'pposlab ketishdi. Tarafdorlar. Yana o'ylab ko'ringlar. Hozirgi kunimizda ham qancha musulmon o'lkalari yoki musulmon davlatlarida yoki musulmonlarga nisbatan zulmlar davom etyapti. Va boshqa musulmonlar nima qilyapti? Tribunada o'tirib faqatgina kuzatishyapti zulmni. Mana bunday musulmonlar do'pposlanyapti. Mana bunday musulmonlar bombardimon qilinyapti. Musulmonlar qatl qilinyapti. Lekin boshqa musulmonlar yordamga tushib, yordam berishni o'rniga esa tribunada o'tirib olib faqat kuzatishyapti. Agar biz musulmonlar birlashadigan bo'lsak, bir bo'ladigan bo'lsak, bizlar ham boshqa musulmonlar uchun harakat qiladigan bo'lsak, bizni hech qanday kuch to'xtata olmaydi. Ko'rib turganinglardek, bir necha militsiya xodimi mana bu bolani qattiq do'pposlashdi. Lekin narigi tarafdorlar kelib u bolani qutqarishdi va endi ular militsiyalarni ham do'pposlashdi. Agar biz musulmonlar ham do'pposlanayotgan, ya'ni qatl qilinayotgan, zulm ko'rayotgan musulmon qardoshlarimizga jim turmasdan maydonga tushib ularga yordam beradigan bo'lsak, ularni zulm qilayotgan sanoqli bo'lgan dushmanlar bizga hech narsa qila olmaydi. Bizni qarshimizda tura olmaydi. Shu sababli musulmon ummati birlashligi kerak. Musulmon ummati uchun eng kerakli, eng zarur bo'lgan narsa bugungi kunda birlashuvdir. Va bizning dushmanlarimiz, musulmonlarning dushmanlari eng istamaydigan narsa ham musulmonlarning bir safda birlashligidir. Chunki tariximizdan bilamiz, agar musulmonlar birlashadigan bo'lsa, ne joylarni fath qilishgan, ne podshohlarni yiqitishgan, ne zolimlarni yakson qilishgan. Alloh taolo musulmonlarni birlashtirsin. Alloh taolo dushmanlarimizga qarshi musulmonlarni qattiq jipslangan holatda birlashligini nasib aylasin inshaalloh. Faqatgina hozir ko'rsatganimiz bir misol edi. Bunga o'xshash kunimizda juda ham ko'plab misollar bor. Endi bizlar shu voqealardan ibrat olishligimiz kerak. Alloh taolo barchamizni o'z dini ustida birlashtirsin. Alloh taolo qalblarimizni bitta qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.